Tarmoqqa A va B kompyuterlar ulangan. A kompyuter quyidagi ko'rinishdagi IP manzilga ega. B kompyuter quyidagi ko'rinishdagi IP manzilga ega. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib, quyidagi mulohazalardan faqat to'g'rilarini aniqlashimiz kerak. Va bizga birinchi mulohazaga qaraydigan bo'lsak, A kompyuterda joylashgan tarmoqda jami 256 ta IP manzil mavjud deyapti. Endi shuni rost yoki yolg'onligini aniqlashimiz kerak. Bizda A kompyuter uchun quyidagi IP manzil berilgan. Ya'ni bizda beriladi 192, 168, 1 va 10. Keyin mana bu bo'lishi 24 ning ma'nosi bizda IP manzilda ham, tarmoq maskasida ham va tarmoq manzilida ham uzunlik 32 bitga teng bo'ladi va shular 8 tadan xonalarga ajratib, keyin 4 baytga tengligi ko'riladi. Ya'ni hozir mana bu IP manzil 4 bayt, har biri 8 bitdan jami 32 bit bo'ladi. Demak, bu 24 ning ma'nosi tarmoq maskasida ham boshlanishda doim birlar, keyin nollar keladi maskada. Shuning uchun boshlanishdagi 24 tasi 1, qolgan 32 ta bo'lishi uchun 8 tasi nolligini bildiradi. Ya'ni tarmoq maskasi bizga nima uchun kerak? Tarmoq maskasi tarmoq manzilini aniqlash uchun kerak. Endi 24 ni bu degan tarmoq maskasi jami 32 bit bo'ladigan bo'lsa, shundan boshlanishidan 24 tasi 1 ekanligini bildiradi. Mana bu 8 ta 1, keyingi 8 ta 1, keyingi 24 ta bo'ldi va qolgan 8 tasi 0 bilan to'ldiriladi. Endi buni o'nlik o'tadigan bo'lsak, bu 255 ga teng. 8 ta 1 ni ham yana o'tadigan bo'lsak, o'nlikka 255 ga teng. Bu ham 255 ga teng. Nollarni o'nlikka o'tadigan bo'lsak, 0 bo'ladi. Bu degani mana shu A kompyuterning IP manzili bor, maskasi 255, 255, 255 va 0 ga teng ekan. Endi bizda mana shu tarmoqqa nechta kompyuter ulanganligini topishimiz uchun maskadagi nollar soni muhim. Ya'ni nechta kompyuter ulanganligini topishimiz uchun biz mana shu nollar soni 2 darajasiga oshiramiz. Ya'ni 2n bizga agar mana shu tarmoqda ya'ni tarmoqni o'zi uchun ham agar joy masalan inobatga olinmasin desa, bizda bu yerda -2 formada bo'ladi. Lekin hozir umumiy holda tarmoq maskasini mana shu tarmoqqa nechta kompyuter ulanganini topish so'ralayapti. Shuning uchun mana shu formadan foydalanib topamiz. Buni formani vazifasi bizga mana shu IP manzilga nechta kompyuter ulanganligini topish uchun ishlatiladi. N bu yerda maskadagi nollar soni. Maskadagi nollar soni. Nollar soni. Hozir nollar 8 ta, 2 darajasiga keltirib qo'yadigan bo'lsa, 2 ning 8-inchisi 256 ta kompyuterni ulash mumkin ekan. Demak, birinchi mulohaza o'z-o'zidan to'g'ri ekan. Ya'ni 256 ta IP manzil mavjud deyapti. Haqiqatan ham 256 ta IP manzil mavjud birinchisida. Ikkinchisida A va B kompyuterlar bitta tarmoqda joylashgan deyapti. Endi ikkinchi mulohazani to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlashimiz uchun qaraymiz. Demak, bizga mana bu B deb belgilashga kiritamiz va bu quyidagicha berilgan bizga 192, 192, 168, 210. Bu B manzildan IP manzili, B kompyuterning IP manzili hisoblanadi. Va bizda bular bitta tarmoqda joylashganini bilishimiz uchun bizda mana shu 3-baytlari, ya'ni chap tomondan 3-baytlari bir xil bo'lsa, bular bitta tarmoqda joylashgan bo'ladi. Mana bular. Agar bular har xil sonlar bo'lsa, bular bitta tarmoqda emas. Demak, bu 110, bu 210. Ya'ni bular bitta tarmoqda emas ekan. Ya'ni ana shu 3-baytiga qaraymiz. Demak, 3-baytlar agar mana endi bu tomoni bir xil turibdi, mana 192, 118. Bunda ham shunday, bunda ham shunday turibdi. Demak, mana shu qismga e'tibor beramiz. Va bizga bular bir xil bo'lgan vaqtda mana shu 3-qismi ham agar bir xil bo'ladigan bo'lsa, 3-bayt ham bir xil bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan ular bitta tarmoqda bo'ladi. Oxirgisi bu kompyuter
raqamini bildiradi. Ya'ni o'sha nechanchi kompyuter tartib raqami bo'yicha ketadi. Bunda har xil bo'lishi mumkin bu. Masalan, bu 10, bu 20 bo'lishi mumkin, lekin mana boshlanishdan uchtasi bir xil bo'ladigan bo'lsa, bular bitta tarmoqda ekanligini bildiradi. Hozircha B, ya'ni ikkinchi mulohazamiz yolg'on. Bitta tarmoqda emas bu. Uchinchisi, A va B kompyuterlarning tarmoq maskalari bir xil deyapti. Endi bu B tarmoqning, B kompyuterning IP manzili bo'ladigan bo'lsa, endi buni ham maskasini aniqlaydigan bo'lsak, ya'ni ikkinchi B kompyuterni ham maskasini aniqlaydigan bo'lsak, buning uchun bizga mana bu oxiridagi 28 kerak. Ya'ni 28 deganimizda maskada 32 bit bo'lishi kerak. 32 tadan 28 tasi 1 degani. Mana birinchi 8 talik, keyingi navbatdagi ikkinchi 8 va uchinchisi 24 ta bo'ldi. Yana 4 ta 1 yozamiz. Keyin qolgan 4 tasi 0 bo'ladi. Endi bularni o'nlikka o'tadigan bo'lsak, razryadlar bo'lib o'tsak ham bir xil doim 8 ta 1 bu 255 ga teng bo'ladi. Buni ham razryadlab olamiz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demak, 128, 196, 224, 240 ekan. Demak, bunda maskasi B kompyuterning maskasi 255, 255, 255, 240 ekan. Ha, bunda 255, 255, 255 0 chiqdi. Bular bir xil deyapti. Yo'q, bir xil emas. Demak, uchinchisi ham yolg'on. To'rtinchi mulohaza. B kompyuterning tarmoq manzili mana shu ko'rinishga teng deyapti. Haqiqatdan ham B manzilining tarmoq manzili bizda 192, 168, 2 to'g'ri. Endi bu demak 0 dan to o'sha 255 gacha o'zgaradi bu. Ya'ni bular tarmoq manzili topishimiz uchun yoki osonroq usuli mana shu berilgan IP manzil va maskaning ikkilik ko'rinishini topishimizga to'g'ri keladi. Tarmoq manzilini topishimiz uchun mana shu ikkilik, odatda IP manzillarni ikkilikka o'tkazishimiz kerak, 32 bit bo'ladi. Maskani ham ikkilikka o'tkazishimiz kerak, 32 bit bo'ladi. Mos ravishda konventsiyasini topamiz, mantiqiy ko'paytirib, chiqqan natijani qaytib o'nlikka o'tkazishimiz kerak. Lekin oson usuli biz nima uchun bu 3 dan tanlab oldik? Sababi mana bu yerda 255 bo'lganda 192 ni ikkilik ko'rinishini mantiqiy ko'paytirib o'nlikka o'tadigan bo'lsa, yana shuni o'zi bo'ladi. Ya'ni tarmoq manzili ham 192, 168, mana bu 2 bo'ladi mana. Endi buni nolligini mana bu yerdan bilamiz. Ya'ni 240 ni mana bizga ikkilik ko'rinishi bor. Ya'ni bu degani bizga 4 ta 1, 4 ta 0. 10 ni, mana bu 10 ni ikkilik ko'rinishi bizda bo'ladi 10. Oldinda 4 ta 0 qo'yib olsak, shularni mantiqiy ko'paytiradigan bo'lsak, mana 0, 0, 0 hammasi 0 bo'ladi. Buni o'nlikka o'tadigan bo'lsak, yana 0 bo'ladi. Bu degani mana bu qism 0 bo'ladi degani. Ya'ni tarmoq manzili haqiqatdan ham 192, 168, 2, 0 bo'ladi. Haqiqatdan ham bu to'g'ri. Ya'ni 255 bo'lganda doim yuqoridagi sonning o'zi bo'ladi. Shuning uchun birinchi 3 tani aniqlab oldikki, ya'ni faqat 4-inchisini aniqlash uchun buni ikkilikka o'tkazib bajarishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni aynan 0 bo'ladimi, boshqa son ham bo'lishi mumkin, masalan. Lekin 255 bo'lganda doim yuqoridagi sonni o'zi bo'ladi. Demak, bu degani mana 4-chi mulohazamiz to'g'ri. Tarmoq manzili haqiqatdan ham 192, 168, 2, 0 bo'lar ekan. Keyingisi 5-inchisi, B kompyuterning IP manzili 32 bitli ko'rinishida ana shunday shaklga bo'ladi. B mana bu ko'rinish. Demak, bizga IP manzilini so'rayapti ekan. Mana endi bularni o'tishga to'g'ri keladi. Ya'ni 192, 168, 2, 10 ni ikkilikka o'tishimizga to'g'ri keladi. 192 ni 2likka o'tadigan bo'lsak, buni yozishimiz mumkin. 2 ni 7-inchisi 128, 2 ni 6-inchisi 64 desak 192 bo'ladi. 7-daraja bor, 6-daraja bor. Qolgan 0-darajagacha bo'lgan sonlar yo'q. Ya'ni 5, 4, 3, 2, 1, 0-daraja yo'q. Mana hozircha bu to'g'ri. Xuddi shuni o'zi bo'ldi. Keyingisi 168 ni ham xuddi shunday o'tib olamiz. 168 ni 2 ni 7-inchisi, 2 ni 5-inchisi 160, 2 ni kubi 168 bo'ldi. 7-daraja bor, 6 yo'q, 5 bor, 4 yo'q, 3 bor, 2, 1, 0'lar yo'q. Demak, 10, 10, 10, 2 ta 0. 10, 10, 2 ta 0 to'g'ri.
Keyingisi ikkini ham ikkilik ko'rinishi 10 bo'ladi va 8 bo'lish uchun oldin 0 bilan to'ldirilgan oltita. Bu ham to'g'ri. 10 ni ikkilik ko'rinishi 1010. Mana 1010 bor, oldida 8 bo'lish uchun 4 ta 0 yozilgan. Bu ham to'g'ri. Ya'ni B kompyuterining IP manzili 32lik ko'rinishi ana shunday ko'rinishda bo'lar ekan. Bu ham to'g'ri. Va bizga qaysi mulohazalar rost dedi? Demak, bizda bo'ladi javob 1, 4 va 5-mulohazalar to'g'ri ekan. 2 bilan 3 noto'g'ri bo'ladi.